Bugun sizlar bilan umuman boshqa obzorlardan farq qiladigan obzor qilamiz. Obzorda ko'rib o'tamiz. Bu texnikamiz Jinping kompaniyasi haqida bo'ladi va Jinping kompaniyasining mahsulotlari haqida bo'ladi. Bemalol bitta choyni damlab, videoni boshlashimdan oldin bitta klass tugmasi bilan podpiska tashlamagan bo'lsangiz, podpiska tashlab qo'ying. Chunki bu videoda juda ham chuqur ma'lumotlar berib o'taman. Ham sizga foydali bo'ladi, ham juda ham keng ma'lumotlar bazasi bo'ladi. Sababi Jinping kompaniyasining mahsuloti mana oldimda turibdi. Jinping kompaniyasi haqida oldin qisqacha gapirib beraman va mahsulotini sizlar bilan bir qator ko'rib chiqamiz. Men sizga aniq ishontirib aytaman, bunaqa sifatdagi mahsulotlar O'zbekiston bozorida defitsit juda ham kamyob desam bo'laveradi. Sababi nimaga unaqa deyapman? Men mototsikl bozorida 5 yildan beri faoliyat olib beraman. Bu darajadagi sifat Jinping kompaniyasida yagona deb aytsak ham bo'laveradi. Bu kompaniya Jinping kompaniyasi Xitoyda, hurmatli kuzatuvchilar, 2004-yili tashkil topgan, 2025-yil yakuniga kelyapti va bu oraliq masofada juda ham keng rezultatlar, ya'ni juda ham keng natijalarga erishgan. Ondan ortiq yirik mahsulot ishlab chiqaruvchi bazalari bor Xitoyda. Xitoy o'zini ichki bozori uchun ishlab chiqarilgan mahsulot. O'zbekiston bozoriga kirib kelgandan keyin bizni o'zbeklarimiz, bizni xalqimizda tushuncha ozgina noto'g'ri bo'lib qolyapti. Ya'ni bu mahsulotni boshqa shu paytgacha oldin O'zbekistonga kirib kelgan mahsulotlarga o'xshatishyapti. Bu umuman boshqa mahsulot, hurmatli kuzatuvchilar. 2023-yili aynan Jinping kompaniyasi butun dunyoga e'tibor beramiz. Butun dunyoga eng ko'p mahsulot sotgan yirik zavod hisoblanadi Jinping kompaniyasi va bu zavodning mahsulotini O'zbekistonga olib kirish uchun aynan bir modeliga eng kamida 6 oy bizi tadbirkorlarimiz Jinping kompaniyasining mahsulotini olib kirayotgan bizi biznesmenlarimiz 6 oydan 12 oygacha очередь kutib, keyin bu mahsulotni zavoddan buyurtma qilib olib chiqadi. Men qisqacha obzorini qilganimdan keyin sizlar gap nima haqida ketayotganini tushunasizlar. Birinchi bo'lib Jinping kompaniyasi nimalarga kafolat beradi? Shuni bitta sanab o'taman. Jinping kompaniyasi o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarda kraskasiga O'zbekiston quyoshli davlat. Quyosh ostida 5 yil qolib ketadigan bo'lsa, kraska to'kilib ketmasligiga kafolat beradi. Bu bir. Ikkinchi kafolat beradigan nuqtasi o'zi ishlab chiqargan ramasiga chirib ketmasligiga butun umrga kafolat beradi. Bu ikki. Uchinchidan har bir detaliga, baloniga, ramasiga, vilkasiga, miya, motor akkumulyatorlariga hammasiga alohida kafolat beradigan kompaniya. Jinping kompaniyasini bu ko'rib turgan mahsulotimiz ES 160 modeli hisoblanadi. Oldida LED faralar jihozlangan, 800 kilo yuk ko'taradi. Aytib o'tganimdek 800 kilo yukni bez отказ nafaqat tekis yo'llar, balki tepalik maydonlarga ham olib chiqib ketadigan mahsulot hisoblanadi. E'tiborlaringni bortiga qarataman. Bortini razmeri ga keladigan bo'lsak, biri 60 ga, biri 10 hisoblanadi va ramalari juda ham mustahkam. Men nima uchun oldingi O'zbekistonga kirib kelgan modellarga o'xshamaydi deyapman. Biror bir modeli bizda O'zbekistonda yurgan modeldagi detallardan yo'q deganda 5 barobar sifatli modellar ishlatilgan. To'la o'zini vazni 250 kilo. Aytib o'tganimdek 800 kilo yuk ko'taradi va bu kompaniyamizning miya motori Xitoy davlatining o'zida hali hanuz sir. Aytaylik, biz Farg'ona viloyatidamiz hozir. Farg'ona viloyatidan obzor qilyapmiz. Shu Farg'ona viloyaticha joyda 150 dan oshiq shunaqa texnika ishlab chiqaradigan zavod bor. Va bu Jinping kompaniyasi shu zavodlarning ichida birinchi o'rinda turadi va butun dunyoga mahsulotini eksport qila oladigan kompaniya. Bu mahsulotimiz 800 kilo yuk ko'taradi va eng qizig'i narxida. Videoni oxirida men sizlarga narxini aytib o'tib ketaman. Miyasi va motori Jinping kompaniyasidan magnit bilan ishlaydi, qadrli kuzatuvchilar. Shu uchun bu mahsulot har tarafdan sifatli va har tarafdan kafolati bor. Shu kungacha juda ko'pchilik yuk tashuvchi elektr motorollerlarini olib, ko'pchilik yo puliga kuygan yoki bo'lmasa ma'lum bir xizmat vaqti tugagandan keyin u mahsulotga zapchast topilmagan. Jinping kompaniyasida hozir
hozirgi paytda va kelajakda zapchast tomondan umuman muammosi bo'lmaydi. Aytib o'tganimdek, har bir detalliga alohida kafolat beradi va hozirgi bizning davlatimizdagi siyosatga ko'ra birka raqamlari ham bor. Ya'ni bu mototsiklga, motorollerga GAIdan nomer texpasport olish umuman muammosi yo'q. Bu mahsulot kimlar uchun? Bu mahsulot kichik biznesi bor odamlar uchun va o'zini ehtiyoji uchun foydalanadigan odamlar uchun aynan to'g'ri keladi. Bozordagi tor yo'llar, mashina bozorlarida savdo bilan shug'ullanadiganlar, suv biznesi bilan shug'ullanadiganlar, oziq-ovqat biznesi bilan shug'ullanadiganlar uchun eng aktual variant. Men aytib o'tganimdek, men mana hozir o'zim bu texnikani ko'rib turibman. Sizlar bemalol bu texnikani sifatini, agar siz elektron motoroller shu kungacha ko'rgan bo'lsangiz, bu texnikani sifatini ko'rib, o'zingiz baho berish uchun bemalol biz adresimizga kelib, minib, haydab ko'rib, o'zingiz keyin ishonch hosil qilsangiz bo'ladi. Unga qarshilik yo'q. Bemalol kelsalaring, test drive uchun har bitta modeli bor. Jinping kompaniyasini bizda B-Bike kanalida, Vodiy Moto kompaniyasida juda ham keng assortimenti bor. Bu assortimentlardan bor yo'g'i siz bilan bittasini ko'rib turibmiz. Kommentariyalarda hurmatli kuzatuvchilar juda ham negativ odamlar ko'payib ketyapti. O'zi hech qanaqa mahsulot sotib olmaydi yoki bo'lmasa o'zi hech qanaqa biznes bilan shug'ullanmaydi. Bunaqa texnika umri davomida, nafaqat bu yashayotgan hayotida, keyingi tug'iladigan hayotida ham bunaqa texnikaga ishi tushmaydi-da, videoni ko'rib prosta negativ yozib o'tiradi. Hurmatli kuzatuvchilar, biz albatta negativlarni ham, pozitivlarni ham albatta hurmat qilamiz. Har bitta kommentariyalarni o'qiymiz. Sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Shunaqa sovuq havoda, shunaqa sharoitda bu texnikani kerakli odamlarga yetkazib berish uchun jamoa bilan mehnat qilyapmiz. O'shuning uchun nafaqat negativ yozishda o'rniga, sizlar bu mahsulotni ko'rgandan keyin sizlarga shunaqa mahsulot bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasam kelajakda ish tushadigan oshna og'ayni tanish bilishlaring bor. Tashab qo'ysalaring, bizni ham mehnatimizni va o'zlaringni ham vaqtlaringni qadriga yetgan bo'lasizlar. Bu kompaniya balonini o'ziga O'zbekiston sharoitida 1 yil 800 kilo yukni tushirmasa, yorilib ketmasligiga kafolat beriladi. Va eng muhimi, diqqat qaratadigan tarafimiz ichki qismlari. Akkumulyatorlari hammasi 2025 va Jinping kompaniyasi o'zi kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan akkumulyator bilan jihozlangan. Va akkumulyator qimirlab ketmasligi uchun har tomondan ramalari bilan foydalanilgan. Agar siz texnikani ma'lum bir muddat, 1 oy, 2 oy davomida haydamaydigan bo'lsangiz, o'zini o'chiruvchi orqali o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni akkumulyatorga shikast yetmaydi. Va miya motori aytib o'tganimdek magnit bilan ishlaydi. Bu Xitoy davlatining o'zida hali hanuzgacha sir. Ramalariga chirib ketmasligiga butun umr kafolat beramiz va bu ramalarga ishlatilgan metal oldingi motorollerlarga ishlatilgan metaldan tubdan farq qiladi. Men ishontirib ayta olaman, butunlay tubdan farq qiladi bu kompaniyaning mahsuloti. Juda ham sifatli, o'zini og'irlik vazni 250 kilo, ichkarida tabloda tezligini ko'rsatib turadi va akkumulyator qancha vaqt tok berayotganini ko'rsatib turadi. Tomi qora qilib ishlangan, dizayni o'zi aytib turibdi, mahsulot premium klassda ishlab chiqarilganini, 3 ta skorostdan iborat va maksimal tezligi bu mahsulotni 50 km/soatgacha tezlana oladi. Ichkaridan keng o'rinda, hattoki sideniyalari ham ekokojadan ishlangan, anchagina qalin. Ya'ni любой yo'llarga bu mahsulot bilan kirib ketsangiz bo'laveradi. Podstakanliklari bor, old dvorniklari elektritskiy ishlaydi. Eng qizig'i bu mahsulotimizni, hurmatli kuzatuvchilar, narxi bu arzonchi mahsulot emas. Arzonchi mahsulotlarga o'xshatib qo'ymanglar. Bu mahsulotning narxi $1300. Xuddi shunga o'xshagan mahsulotlar bozorda bor. $1100, $1200 har xil kompaniyalar ishlab chiqarilgan, har xil kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu to'g'ri $100-150 qimmat turadi, lekin siz $100-150 qo'shib to'lash evaziga birinchi bo'lib o'zingizni asablaringiz va oshiqcha xarajatlardan qutulib qolasiz. Sababi nimaga? Bu mahsulot xuddi Toyota kompaniyasining mahsulotlaridaqa ustaxonaga kirmaydi, ustaxonaga ishi tushmaydi.
Akkumulyatori qanchaga yetadi deb ko'pchilik so'raydi, hurmatli kuzatuvchilar. Akkumulyatori eng kamida 3 yil yoki bo'lmasam 5 yil eng kamida sizni xizmatingizni qilib beradigan akkumulyator hisoblanadi. Shu uchun ham pulini tejash uchun, ham vaqtini tejaydigan insonlar, kichik biznes bilan shug'ullanadiganlar aynan Jinping kompaniyasini mahsulotlarini sotib olsalaring bo'laveradi. Ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib, hoziroq buyurtma bersalaring bo'laveradi. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha dastavkamiz bor. Bor yo'g'i oldindan $100, ya'ni 1.200.000 so'm bizni hisob raqamimizga pul tashlaysiz. Qolganini mahsulot yetib borgandan keyin ko'rib, tekshirib, haydab ko'rib, sizga ma'qul kelgandan keyin qolgan pulini to'lov qilib berish imkoniyatiga egasizlar. Hoziroq ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol buyurtma bersalaring bo'laveradi. Yana ham to'liqroq tushuncha, ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, call centerlarimiz har doim sizlar uchun xizmatda. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun sizlarga kattakon rahmat. Jinping kompaniyasining mahsulotlari hozir mototsikl, motorollerlar sohasida eksport sifatida ayta olaman. O'zbekiston bozorida nomer 1 sifatli mahsulot hisoblanadi. Barchalaringga kattadan katta rahmat. Jinping kompaniyasini yana qolgan mahsulotlarini YouTube ijtimoiy tarmoqlarimizda, kanallarimizda ko'rib borishingiz mumkin. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.